Assalomu alaykum. Samarqandga bepul boruvchi insonlar usta tarzda aniqlanadi. Sol uchun videolarga like bosib, yozib, do'stlarga berib, kommentariyaga birga boruvchi insonlarni belgilab ketiniz. Sebebi postdan olinadi. Eng aktiv kommentariy, like, do'stlarga berib yurgan insonlardan olinadi. Qaysi post olinadi? Haligi bir random orqali, masalan, necha post bo'lsa, so'ni randomga solamiz. Post tushadi. Barlig'i tikili efirda bo'ladi. Keyin post olamiz. Postdan yana randomga solamiz. Qaysi insonning kommentariyasi ya bo'lmasa qaysi insonning like tushsa, sol insonni sayohatga olib boramiz. Barlig'i tikili efirda hammaning ko'z oldida bo'ladi. Bir şeyga ma'qul degan o'ydaman. YouTube kanalimning postida olinishi mumkin. Sol uchun tiplar hamma YouTube kanalimda, Instagram kanalimda, Telegram kanalimda fotografiya bosib qo'yaq. YouTube bilan Instagram kanalimda videolarga like bosib, kommentariy yozib keting og'ayin. Hammaga umid, tez orada Samarqandda ko'rishguncha.